Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Toshkent manzillar loyihasi bilan bugun ham xonadoningiz mehmonimiz. Biz turgan hudud poytaxtimiz Toshkent shahrining Yashnobod tumani hisoblanadi. Dilbog' mahallasi mana shunday o'ziga xos bo'lgan orasida ko'rinishga ega va bu bejiz emas. Sababi aynan mana shu mahalla hududidan ko'plab ariqlardan suv oqadi. Biz esa ayni damda mana shu mahalla faoliyati haqida emas, balki mana shu mahallada joylashgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tasarrufidagi Toshkent shahar futbol akademiyasi haqida bugun so'z yuritamiz. Aynan mana shu hududdan amalga oshirilgan ishlar va bugungi kunda aynan yosh futbolchilarga yaratilgan sharoitlarni sizlarga tanishtiramiz. Demak, Toshkent manzillar ko'rsatuvini tomosha qilishda davom eting. Mana shu hudud haqiqatan ham bugungi kunda aynan yosh futbolchilar uchun o'zini xizmatini to'liq ado eta olyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Umumiy hududi qanchadan iborat? Umumiy hududimiz 3,4 gektar. Kattagina. Bu yerda asosiy binomiz joylashgan, katta sport zal joylashgan, ikkita sun'iy maydon va bitta tabiiy maydon. Yana o'sha asosiy bino ichida 12-24 kichkina sport zal ham bor. Va bemalol ayta olamizki, mana shu hududga kirgan yosh futbolchilar bemalol o'zlari o'sha futbol olamiga oid bo'lgan kerakli ko'nikmalarni ustozlardan ola olishadi. Albatta. Necha nafar ustozlar faoliyat ko'rsatishadi? Bu yerda hozir 21 nafar murabbiylar faoliyat yuritishyapti. 150 nafar yosh futbolchilar shu futbol sirlarini o'rgatib kelishmoqda. Va albatta mana shu mashg'ulot jarayonlari menimcha o'sha rejali asosida tashkil etilgan yoki yakkaxon holatda ham kelib o'zini mahoratini oshirmoqchi bo'lgan futbolchilar bo'lsa, ularga ham imkoniyat bormi? Imkoniyat eshigimiz hamma uchun ochiq. Imkoniyat har doim har bitta murojaat qilgan bolaga beramiz. Bu yerda tizimli mashg'ulotlar hammasi yo'lga qo'yilgan. O'sha bitta guruhda 5 ta murabbiy faoliyat yuritadi. Aytib o'tmoqchimanki, bu yerda asosiy murabbiy bor, yordamchi murabbiy bor va o'sha bolalarni yanada yaxshi rivojlanish uchun yakka tartibda jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiy alohida ishlaydi kerakli o'quvchilar bilan. Individual tayyorgarlik bo'yicha alohida murabbiy ishlaydi. Darvoza bolalarni tayyorlash uchun darvoza bolalar murabbiylarimiz bor. Ular bilan alohida ishlanadi. Bu asosiy maqsad shu yuqori malakali futbolistlarni yetishtirib chiqarish. Va bizda shu yil davomida seleksiya ishlari hech qachon tugamaydi. Shu yuqorida so'ragandek bolalar kelishadi. O'sha bolalarni albatta o'sha seleksioner murabbiylar ko'rishadi. Haqiqatan uni iqtidori yuqori bo'lsa, albatta uni shu akademiyaga o'qishga jalb qilishga ular choralar ko'riladi. Va mana shu yerdagi o'quv jarayonlari yil davomida amalga oshiriladi, to'g'rimi? Misol uchun kun sovuq qismida ham, issiq qismida ham yil davomida amalga oshiriladi. To'xtovsiz ravishda. To'xtovsiz ravishda. Endi futbol shunaqa narsaki, yaxshi futbolist bo'lish uchun misol uchun qish kelib qoldi, bu yozgi sport turi, dam olaman degan narsa yo'q. Yaxshi oldiga maqsad qo'ygan bo'lsa, yaxshi jamoada to'p suraman, ertaga milliy terma jamoaga tushaman deydigan bo'lsa, yil davomida albatta ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Albatta. Qadrli tomoshabinlar, mana shu hududni hovli qismiga oid bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni albatta sizlarga tasvirlar orqali havola etamiz. Undan so'ng esa suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta. Toshkent shahar futbol akademiyasi uchun yaratilgan mana shunday zamonaviy ko'rinishdagi chiroyli bino. Shunaqa. Hamma qulayliklarni o'zida mujassam etgan. Shunaqa, mana hozir biz kirib kelamiz, kirish qismi. Hol deymiz. Mana bu yerda bizning natijalar. Albatta, ko'zni quvontirar darajasidagi natijalar. Albatta. Biz bir so'z bilan ayta olamizki, bugungi kunda har bir futbol olamiga qiziqqan yosh boladan tortib yosh kattalargacha mana shunday natijalarga yetishga harakat qilishadi, to'g'rimi? Albatta, bu hamma mehnati samarasi
oxirgi mevasi mana shular bo'ladi ko'rsatgan natija. Bu futbol akademiyalar o'rtasida O'zbekiston chempionati g'olib bo'lganmiz. Mana shu kubok bilan bizning o'quvchilar taqdirlangan. Ko'ryapmizki, bu yerdagi rang-barang mana shunday sovrinli uchun taqdim etilgan esdalik kuboklar va medallarni ko'ryapmiz. Bular hammasi faqat jamoaviy yutilgan yutuqlar. Undan tashqari ancha iqtidorli bizani o'quvchilar o'sha bo'layotgan musobaqada kim to'prar bo'ladi, kim eng yaxshi himoyachi, eng yaxshi darvozabon yoki yaxshi hujumchi yoki perspektivniy futbolist degan bir nominatsiyalar bor. G'alaba tarixda qoladigan g'alaba bo'ldi. Uning uchun jamoa bu birinchi taymdagi ikkita kam o'yinchi bo'lib turib yutib ketishi juda eng quvonarligi. Undan oldingi shu yosh toifadagi U17 jamoamiz ham jahon chempionatiga chiqqan edi. U yerda ham bizning ikkita tarbiyalanuvchi bor edi. Ozod O'ktamov bilan Muhammadali Riyimov. Hozirgi bu terma jamoa tarkibida ham Faridjon Abdullayev ular bizani shogird, hozir shu yerda o'qiydi. Biz ham quvondik o'sha prezident tomonidan berilgan sovg'a avtomobil haydab kelganda. Bolalar qolgan bolalar uchun ham motivatsiya bo'ldi. Hammasi endi intiladi shunaqa natijalarga erishishga. Va shu bilan birgalikda siz kabi ustozlarda ham faxr tuyg'usini uyg'otganki, haqiqatan ham shuncha mehnatimiz besamar ketmabdi degan bir fikrlar bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Endi bizga eng katta mukofot shu shogirdlarni shunaqa natijalarini ko'rish. Eng katta mukofot shu deb bilaman-da, murabbiy uchun. Albatta, shubhasiz. Va hozir mana ko'ryapmizki, o'tish yo'li bu yerda ham muolaja xonasi, tibbiy xona, sport zali, demak, aynan bolalarni mana shu yerdagi vaqtlarni mazmunli o'tkazishlari va salomatliklariga bo'lgan e'tibor ham yuqori darajada ekanligini ko'rish mumkin, to'g'rimi? Albatta, bir yaxshi futbolist, nafaqat futbolist, umuman sport olamida yaxshi sportchi bo'lish uchun sog'liq birinchi navbatda turadi. Tibbiyot markazimiz yaxshi ishlaydi. Bolalar hamisha tibbiy nazoratda, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Har bitta bir nimasi nazorat qilinmasa, ertaga samara bo'lmaydi. Albatta. Chunki birinchi navbatda bolaning sog'lig'i, bolalar vitaminizatsiya kerak, bu ham albatta nazoratda. Mana endi sekin mana oshxonaga ham yetib keldik. Demak, oshxona tomon yo'l olar ekanmiz. Keyingina oshxona. Keyingina oshxona. O'sha yaxshi sportchi bo'lish uchun u sog'liqdan tashqari tartibli ovqatlanish ham kerak. O'zi belgilangan vaqtda keyin bizda bitta dietologlar ham ishlaydi. Bu yeyotgan ovqati aynan shu sportchiga xos bo'lish kerak. Kaloriyasi bo'yicha, chunki bular maydonda juda ko'p energiya sarflashadi. Ularning hammasini o'rnini to'ldirish kerak. Ularni to'ldirish maqsadida bu hali ko'p ovqat yeb qorin to'yg'izish emas. O'sha yeyotgan ovqati kaloriyli bo'lishi kerak. Tanaga foyda keltira olish kerak, to'g'rimi? Sarflagan shu energiya hammasini qoplash uchun. Qadrli tomoshabinlar, albatta hozir ko'ryapmiz, yetarlicha kengina hudud. Davroniki, bu hozir ko'rayotganimiz o'sha yopiq turdagi sport zali. Albatta, bu o'sha qishki paytda shug'ullanishga, o'zi qishda ham o'zi kam kiramiz sport zaliga. Bizaki ochiq havoda sport turi bo'lgani uchun ko'proq qishda ham bolalar chiniqish uchun ham jismoniy holatini sezonga yaxshi tayyorlash maqsadida ko'proq ko'chada shug'ullanishadi, lekin o'sha qish paytida ham texnika ko'nikmalari pasayib ketmasligi uchun sport zalga kirib texnik mashg'ulotlarni bajarishadi. Aynan yog'ingarchilik paytlarida qo'l kelar ekan, to'g'rimi? Endi to'g'ri, yog'ingarchilik paytida qor yoqqanda boshqagina, lekin baribir unda ham baribir ko'chada ko'proq ko'chada, chunki har bitta murabbiyning o'zini yillik rejasi bor. U misol uchun
yomg'ir yog'ayotgan ekan, sport zaliga kirib ketadigan narsa yo'q. Sportsmen hamma taraflama chiniqish kerak. Albatta hozir ko'ryapmiz, yetarlicha kengina, yorug' va shinam, oynavand ko'rinishda. Demak, o'sha istalgan paytda yorug'lik tushishi ham inobatga olingan ekan. Albatta, inobatga olingan. Va qo'shimcha mana tungi paytda yoritish uchun ham chiroqlarni mavjudligini ko'ryapmiz. Va Davron aka, yana bir savolki, mana shu Toshkent shahar futbol akademiyasiga o'quvchilik uchun qabul qilinish niyatida kelganlar aynan bir hududda bo'lishlari shartmi? Deylik, Toshkent shahar hududida yoki aynan viloyatlardan ham kelishadimi? Viloyatlardan ham kelishadi. Bizga asosiy qo'yilgan vazifa, misol uchun, Yashnobod tumani yoki Toshkent shahrini qamrab olish emas, iqtidorli futbolchilarni chiqarish. Shuning uchun bizga unaqa katta farqi yo'q. Bu bola qayerda istiqomat qiladi, kelib bolani ko'rganimizdan keyin u iqtidori bor bo'lsa, bizning vazifa o'sha iqtidorni imkoniyat berib, iqtidorini rivojlash, ko'rsatib berish. Bu savolni bejizga bermadim, sababi aynan agarda viloyatdan tashrif buyurishgan bo'lsa, demak o'sha yotoqxona bilan ham ta'minlanadi. Albatta. Sharoitlarimiz yetarli, yotoqxonalar bor, hamma bolaga yetadi. Shuning uchun bunaqa katta muammo emas. Yorug', shinam va albatta bir ko'rkam ko'rinishdagi o'tish joyi. Ikkinchi qavatdamiz. Ikkinchi qavatga chiqdik. Ikkinchi qavatda o'quv korpusi joylashgan. Bu yerda bolalar nazariy mashg'ulot bilan shug'ullanishadi. Futbolchi faqat maydonda yugurish harakat qilish emas, undan tashqari nazariy mashg'ulotlar bo'ladi. Taktik jihatdan o'yin tizimi olib borish, sxemalar, bu o'zimiz nimalar bor endi murabbiylar rejalari. Hammasi mana shu xonada o'tkaziladi. Shunday bir fikrni eshitgandimki, aynan futbolchilar matematikani ham yaxshi bilishlari kerak deyishgandi. Rasman u futbolchi nafaqat matematika, fizikani ham bilish kerak. Ko'p qanaqa trayektoriyada uchyapti, qanaqa qabul bo'lish kerak. Ko'proq shaxmat o'ynashni tavsiya qilamiz. Aqliy mashg'ulotlardan. Albatta. Bu bizning faollar zalimiz. Demak, bu yerda aynan futbol bilan shug'ullanayotgan o'quvchilar o'zlarini iqtidorlarini ham namoyish etishlari, san'at yo'nalishida ham ko'rsata olishlariga imkon yaratilar ekan. Afsuski, ko'pchilikda bir shunaqa fikr tug'ilib qolganki, u sportchi bo'lsa faqat futbolchi bo'lsa ko'p to'g'ri tepadi, aktyor bo'lsa faqat bir-birlarini tumshug'i tushiradi deyishadi. Lekin bu juda noto'g'ri narsa. Bizda bu yerda ta'lim olayotgan bolalar faqat sportda o'zini shunaqa ochilmagan qirralari borki, shunaqa bolalar bor, haligi bir she'r o'qiganda ham shunaqa qiyomaga keltirib she'r o'qib berishadi. Boshqa o'tib ketgan buyuk allomalarni o'zi tug'ilgan kun nimalari nishonlanganda sahna ko'rinishida yaratishadi. Shuning uchun noto'g'ri narsa. Sport faqat sport bilan mashhur bo'ladi degan narsa. Shubhasiz. Siz aytgandek, san'atda ham, mashhurlikda ham mana shu yerda yig'ilib namoyish etishadi. Ko'ryapmiz, o'tirish o'rindiqlarini ham juda ham bir chiroyli taqdim etilganligini. Bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq insonlarni o'z bag'riga ola olar ekan. Albatta umid qilamizki, mana shunday bolalarni haqiqatan ham iqtidorlarini nafaqat bir sport yo'nalishida, balki unga qo'shimcha ravishda san'at yo'nalishida ham o'sishiga mana shu hududlar xizmat qila oladi. Endi shunaqa narsaki, bizda ham hozir ko'p yaxshi Yevropa nimalari bor, jamoalari, davlatlar futbol ancha rivojlangan. Shuning tajribasidan ham baribir internet orqali xabardor bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Ular hattoki o'zini dasturlariga balet qo'shishgan. Futbolchilar balet o'ynaydi. Va o'ziga yarasha koordinatsiyani rivojlashganda boshqa bir ko'mak bera oladi, to'g'rimi? Albatta. O'shaning uchun bu faqat sport bilan chegaralanib qolmaydi, futbolchi bo'lish uchun. Futbol nafaqat bir jiddiy o'yin sifatida baholanadi, balki u insonga zavq bera oladigan o'yin sifatida ham ta'rif etiladi. Bekorga u millionlar o'yini sport turi ichida birinchi o'ringa qo'yishmaydi. Haqiqatan ham har bir xonadonda hech bo'lmaganda 2 nafar inson mana shu futbolga qiziqishadi. O'ynashni, to'p yuritishni bilishmasa-da, hech bo'lmasa tomosha qilishda ularga yetadigani bo'lmaydi. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya.
qilmanglar, hozir qaytamiz. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Andalus halol hayot tarafdorlariga. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor, yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Kalsimin. Bayer. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Davron aka, mana hozir aynan bu xonada ko'ryapmizki, elektron doskani mavjudligini va alohida mana shunday kattagina doskani borligini. Bu nima uchun xizmat qiladi? Ya'ni bu xonamiz nazariy mashg'ulot uchun mo'ljallangan. Bu yerda murabbiylar kirib, bolalarga taktika, o'yin tizimlari, o'yinchilarni joylashuvi hammasi nima qilinadi va asosiysi mana bu monitor orqali har bitta o'yin mana shunaqa kamera syomka qilinadi, tasmaga tushiriladi va albatta o'quvchilar o'ziga qo'yib beriladi. O'yinda qilgan xatolarini o'zi ko'rish kerak. Mana shu yerda tahlil qilinadi. Albatta, har bitta o'yin tahlil qiladi. Nafaqat o'yindan tashqari mashg'ulotlar ham syomka qilinadi. Biz aytmoqchi bo'lganim, har bitta bolaga hattoki mashg'ulot paytida qilayotgan xatti-harakatlarni ko'rish kerak. Qattiq xatolikka yo'l qo'yapti va albatta murabbiy tushuntiradi. U tushuntirgani boshqa, yosh futbolchi o'zi ko'rgani boshqa, qabul qilishi yaxshiroq bo'ladi. Keyin u faqat uni misol uchun monitorda ko'rsatmabdi, noto'g'ri qilding, mana bu yoqqa yugurishing kerak yoki bu yoqqa to'p uzatishing kerak degan u ham kamlik qiladi. Keyin o'shanga moslashtirib murabbiylar ularga mantiqiy vazifalar berishadi. Bolalar guruhlarga bo'linadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, alohida mana yana doskalar osilgan. Ularga shunaqa vazifa beriladi. Misol uchun sxema ko'rinishda o'yinchilar nima joylashuvi, raqib joylashuvi, keyin vazifa beradi. Misol guruh bilan misol uchun 3 kishilik, 4 kishilik qilib, bolalar o'zini o'sha ko'rsatilgan berilgan vazifa yechimini topish kerak. Bu bolalarning o'zini rivojlanishiga yaxshi. Qadrli tomoshabinlar, mana anglayotganingizdek, futbol bu nafaqat o'sha maydonda to'p surish, balki o'sha kerakli bo'lgan taktikalarni vaqtida qo'llay bilish hamdir. Hozir mana aytaylik, mana ikkita guruh o'ynaladi, ikkita jamoa, har birida 11 tadan ishtirokchi futbol maydoniga tushadi, to'g'rimi? Shunaqa. Va kattagina bir maydonda aynan necha nafar hujumchi va necha nafar himoyachi deymiz, yarim himoyachi deymiz, qaysi bir jarayonga qarab deylik bo'linish kerak. Ya'ni maydonni teng yarimdan. Endi mana bunaqa narsada misol sifatida ko'rsatib o'tsak, hozir men sizga bir narsani aytishim mumkin. Zamonaviy futbolda bitta darvozabon bor va 10 ta maydonda harakat qiladigan o'yinchi bor. Hozir zamonaviy futbolda shu 10 ta harakat qilayotgan o'yinchi ham hujumda ishtirok etishni bilish kerak, ham himoyalanishni bilish kerak. Bizda shu futbolchilarda shunaqa nima bor, himoya hujumdan boshlanadi deyiladi. To есть mana misol uchun o'sha bu yarimlik jamoani hujumchisi mana shu 2 kishi aytaylik, misol ikkita hujumchi bilan o'ynayapmiz. Agar mana shu ikkita hujumchi bu jamoa o'zini to'pni o'yinga kiritib, hujumini boshlayotganda bilib, men hujumchiman deb nima qilmasa, o'sha bu jamoa mana bu yoqqa keladi. O'sha botiliga qiyinchilik. O'shaning uchun himoya o'sha mashqdan boshlanadi. Mana shu hujumchilar o'sha himoyalanishni boshlanishi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, bu faqat sen himoyachisan, sen yarim himoya, sen hujumchisan degan narsa hozirgi kunda bu nima deydi, uslovniy narsa, shartli ravishda. Lekin har bitta 10 ta maydon harakat qilayotgan o'yinchi ham hujumda ishtirok etishni bilish kerak, ham himoyada. Endi hozirgi zamonaviy futbol juda katta jismoniy kuch talab qilyapti. Aytaylik, misol uchun mana yarim himoyachiman, 10 qanotdagi 3-4 marta oldinga orqaga katta tezlikda borib kelganiga charchaydi. Kerak bo'lsa, o'sha 10 qanot himoyachi bilan joylashib, bu qanaqadir ma'lum bir vaqtda o'zi nafas rostlaguncha bu
himoyachi hujumda ishtirok etib o'rniga chiqib harakat qilishi mumkin. Mumkin-da, ruxsat beriladi. Albatta bu mana shu maydon ichida har bitta santimetrda harakat qilishi mumkin. Demak, aynan futbol bu jamoaviy o'yin deb bejiz etilmaydi. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun albatta iborasiga amal qilinadi. Xos ko'ryapmiz, sinfxonalar ham yetarlicha barcha sharoitlar bilan ta'minlangan. Bu esa haqiqatan ham bugun o'zbek sportchilari, o'zbek yigitlari zamonaviy futbol bilan shug'ullanishga to'liq tayyorlar va mana shunday ustozlar tomonidan ham kerakli bo'lgan ta'lim jarayonlari berilib o'tilyapti. O'tirish partalari ham juda ham qulay ko'ryapmiz. Demak, bir vaqtning o'zida bitta jamoa bemalol mana shu yerga sig'ar ekan, to'g'ri? Bir jamoa shu yig'ilib, shu nazariy mashg'ulot o'tkazishadi. Bu endi sinfxonalari aynan o'quv xonalari hisoblanadi. Ha, bu sinf xonalari. Ko'rganingiz bu temada zamonaviy elektron doskalar bor. Doskalarimiz bor. Hozir bizning o'quvchilar yon atrofda maktabga chiqadigan bo'lsa ham, hozir o'quvchilarimiz uchun ingliz tili darsdan kursdan tashkil qilganmiz. Haftasiga 2 marta o'quv markazidan mutaxassislar kelib inglizdan dars o'tishadi. Hozir mana xabaringlar bor, sekin-sekin bizning iqtidorli futbolchilarimiz ham Yevropaga yo'l olishdi. Mana shov-shuvli Abduqodir Husanov Manchester City jamoaga o'tishi ham nomli mana Eldor Shomurodov Yevropada Italiyada o'ynayapti. Albatta. Borganda birinchi muammo bu til. Til masalasi. Masalasi bor, ozgina to'sqinlik holatda. O'shaning uchun hozir mana biz o'quvchilarga haftasiga 2 marta kelib ingliz tilidan dars o'tishadi. Mana shunaqa xonalarda. Albatta, til masalasi birinchi o'rinda turishi bejiz emas, sababi Yevropa tomon yo'l olgan futbolchilarimiz O'zbekiston nufuzini ham himoya qilishadi shu bilan birgalikda. Albatta. To'g'rimi? Biz ham hozir umid qilamiz, shu bizning shogirdlar ham akalariga o'xshab, Eldor akasiga, Abduqodir Husanovga o'xshab Yevropaning eng yaxshi jamoalarida to'p surishadi degan umiddamiz. Inshaalloh. Tayyorgarlik hozirdan boshlangan. Shubhasiz va sinfxonalarda ham mutafakkirimizni hozir rasmlarini ko'rib qolgandik, sababi kim bo'lmaylik, baribir o'z millatimizga sodiq bo'lishimiz kerak degan. Albatta. Iftixor tuyg'usi uyg'onyapti. Hazrat Alisher Navoiy. Va aytishimiz mumkinki, bugungi kunda haqiqatan ham zamonaviy futbolni rivojlantirish borasida mana shunday akademiyalarning o'z o'rni bor. Tayanch o'rnida xizmat qilishadi, to'g'rimi? Albatta. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, hamma kuchimiz shu iqtidorli futbolchilarni yetishtirib, terma jamoani kuchaytirish. Aytib o'tishim mumkin, hozirgi milliy terma jamoamizning asosiy darvozaboni O'tkir Yusupov ham shu bizning akademiyadan boshlagan. Shu 11 yoshli paytda 5-sinfga kelgan, shu 11-sinfni bitirguncha tarbiyaladik. Uni tarbiya qilgan murabbiy Otabek Nabiyev haligacha shu faoliyat yuritadi. Hozir mana 2008-yil guruhda murabbiy bo'lib ishlayapti. O'zimiz murabbiylar tarkibimiz nima deydi? Kuchli jamoa. Juda kuchli jamoa. Bu yerda tajribaga ega Furqat Esonboyev bor, Riyod Kemayev bor. Ular qatorida ularga hozir yo'l yo'riq ko'rsatib nima qilayotgan, ular qo'l ostida bizning o'zbek futbolida yorqin yulduz deb hisoblayman ularni. O'sha Lutfulla To'rayev, Aziz Ibragimov, Bahodir Pardayev, Shahboz Erkinov, mana shular hammasi hozir futbol faoliyatini yig'ishtirib, kelib shu yosh futbolchilarga futbol sirlarini o'rgatishyapti. Va jamoa juda kuchli jamoa shakllangan hozirgi kunda. Yana hozir terma jamoada faoliyat yuritayotgan murabbiylarimiz bor. O'sha Anatoliy Kurlayev, mana jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mana kechagi kunda o'sha U17 jamoamiz g'olib bo'lgan
murabbiylar shtabida edi. Bizda faoliyat yuritadi. Asadullo Nabixonov mana hozir 2010-yil yoshlar terma jamoasida murabbiylik shtabimiz juda kuchli. Xudo xolisa buni mevalarini yaqin kunlarda yana ko'ramiz. 3-qavat hammasi yotoqxonada. Har bitta yotoqxonada 4 tadan bola istiqomat qilishadi. Mana biz hozir katta holda kech payt mana bitta bolalar shashka o'ynashadi. Buni stol tennisi mana bu yoqda televizor qo'yilgan. Kech payt bolalar televizor ko'rishadi. Demak, har bir jarayonga alohida e'tibor qaratilgan. Aha, mana bu yer menimcha yetarlicha kengina o'sha dam olish zonasi bo'lsa kerak. Televizor ko'rishadi. Bu yoqda bor, bu yoq tarafda ham bor. Hozir ko'ryapmizki, mana shu o'tish yo'li ham o'ziga xos bo'lgan ko'rinishlarga ega va har bir devor qismida mana shu futbolning targ'ibotiga qaratilgan suratlar ham joy olgan. Futbol va sportga qaratilgan. Sportchi bo'lgandan keyin. High-tech usuliga ko'proq e'tibor berilgan va ranglari ham shunga yarasha tanlangan ekan. Ya, shunday savol borki, hozirgi kunda aynan futbolga qiziqayotgan qizlar ham bormi? Qizlar bor, endi bizda qizlar guruhi yo'q. Lekin umumiy hisobda bor, ha, hozir. Umumiy hisobda bor, albatta O'zbekiston chempionati ham o'tkaziladi. Mo'g'ul bo'lganim bizga hozir shunaqa bir nimalar tushuvdi. Mini futbol va futbolni rivojlash, aslida ham ko'p chiqilyapti. Emas ertaga qizlar futbolni ham jalb qilib ochib yuborsak. Albatta. Bu yerda sharoit shunga yetarlicha imkoniyat bor ekan. Imkoniyat bor. Mana bu yotoqxonalarimizdan bittasi. To'rttadan bola istiqomat qilishadi. Bu yerda hamma sharoit bor. Imzoman, tuba, kiyinishga shkaflari, dastlashga hatto. Nima kerakli bo'lgan barcha jihozlar bilan ta'minlangan ekan. Kerakli asosiy narsa hammasi bor. Yorug', shinam va kerak bo'lganda hozir ko'ryapmizki, o'sha qishki paytda isitish moslamalarida ham mavjudligini. Albatta, hammasi tizimli yaxshi ishlaydi. Bolalar ko'proq o'ziga mehnat qilishga harakat qilamiz. O'zining xonasini o'zi tozalaydi. Hattoki o'sha eshikni oldiga koridorda o'sha gullarga ham o'zi suv quyadi. Eshigini teni ham o'zi tozalashadi. Hozirdan mehnatga o'rgatishimiz yomon tarafi yo'q. Albatta. Va shu bilan birgalikda mana shu yerda 4 nafar bolajon istiqomat qilar ekan. Demak, yangi yaqin do'stlar ham orttirish uchun xizmat qiladi. Qadrli tomoshabinlar, mana shu hududga oid bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni bajonidil sizlarga tasvirlar orqali havola etamiz. Mana shu yerda yashab, istiqomat qilib, bilim va futbolga oid bo'lgan ko'nikmalarni olayotgan bolajonlarning hayoti bilan siz ham tanishing deymiz.
Demak, hozir ko'ryapmiz, bu hudud o'zgacha bir ko'rinishga ega ekan. Aynan futbol formalari chiroyli tarzda raqamlar bilan ko'rsatib qo'yilgan ekan. Shunaqa. Bu har bitta yosh toifa guruhimizni o'zini alohida shunaqa yechinish kiyinish xonasi bor. Hammasi mana shunaqa individual shkaf ko'rinishda bo'lim deymiz ham, yecheyka. Keyin bu yerda mana hojatxonasi ichida, endi albatta bola maydonda harakat qilgandan keyin sen bo'la hozirgi kunda ko'rinishib ketdi deydi. Bu yerda mana o'zining yuvinish xonalari, dushovoylar hammasi ishlaydi, hammasi soz holda. Soz holda. Va ko'ryapmiz, aynan bolalarni bemalol o'sha o'tirgan holda kiyimlarini almashtirishlari uchun ham sharoitlar mavjud ekan. Hozir hayron bo'lmang, qadrli tomoshabinlar, mana bu yerda poyabzallari, ya'ni o'sha futbol uchun kerak bo'lgan krossovkalar, maxsus krossovkalar ham o'rin olgan. Albatta, bu yerda har bitta shug'ullanuvchini bo'lmaganda 3 ta 4 tadan oyoq kiyimi bor. Sabab sun'iy maydonga bitta oyoq kiyimni kiyib chiqadi, tabiiy maydonga boshqa oyoq kiyimi, agar mashg'ulotda sport zali bo'lsa, yana boshqa oyoq kiyim, o'shaning uchun. Lekin hammasi o'zi shaxsiy, individual, bu gigiyenik tarafdan o'sha butsisi, krossovkasi, getrisi, kiyimlari bekor raqam qo'yilmagan, hammasining o'zi individual raqami. O'yin jarayonida mana shunday formalarda tushib, chiroyli tarzda o'z jamoasini sharafini himoya qilish, menimcha bolajonlarga ham zavq bag'ishlasa kerak. Albatta. Birinchi navbatda biza bularga sindiradigan narsamiz, ya'ni patriotizm deydi-yu, vatanparvarlik. Mana navbatda mana shu yerdan boshlanadi. Biz har doim ular sindiramizki, maydonga chiqayotganda mana shu ko'kragingda futbol akademiyani bilamas turibdimi? Sen shu akademiya uchun joningni berishing kerak maydonda. Bu narsa keyinchalik singib borib, qaysi jamoaga borsa ham, o'sha jamoa keyinchalik terma jamoamiz, vatanimiz sharafini himoya qilishda albatta juda muhim rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Shuning uchun birinchi navbatda o'sha boshlanishi shu yerda o'zini jamoasi uchun vatanparvarlikni sindirish. Albatta, hozir biz aynan bolajonlar deyapmiz, yigitlar deyapmiz, yosh kategoriyasi nechini tashkil etadi o'zi? Necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan o'g'illar mana shu yerga qabul qilinadi? Bizda o'quvchilar hozirgi kunda 12 yoshdan qabul qilinadi, lekin ungacha futbol bilan shug'ullangan bo'lish kerak. Ozgina bo'lsa ham bir fundament bo'lish kerak. 12 yoshda bolalarni qabul qilamiz va 18 yoshgacha shu yerda ta'lim beramiz. Endi oldin sal boshqa edi, 11 yoshdan qabul qilib 17 yoshgacha ta'lim berardik, lekin 17 yoshda iqtidorli bo'lsa ham bir yaxshi jamoaga nima deydi, kirishib ketishi ancha qiyin bo'ladi. O'shaning uchun yana 1 yil bu yerda ushlab turish maqsadga muvofiq deb shuna qaror kelindi. Shuning 18 yoshgacha keyinchalik katta jamoaga kirishib ketish osonroq bo'lishi uchun 12 yoshdan 18 yoshgacha ta'lim beramiz. O'zi aytish kerakki, mana shu Toshkent shahar futbol akademiyasini faoliyati ancha yillarga borib taqaladi, to'g'rimi? Kecha yoki bugun bu tashkil etilib, endilikda mana shunday sharoitlar yaratib qolgani yo'q. To'g'ri, o'zi bu akademiya negizida ixtisoslashgan futbol maktabi internati bo'lgan, xalq ta'limiga qarashli bo'lgan. Keyinchalik 1 yil mobaynida sport vazirligiga o'tdik va 2018-yildan boshlab futbol assotsiatsiyasi tasarrufiga o'tdik. Bu albatta to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Va bir mutaxassis deydi-yu, haligi chunchu so'ysan qassob so'ysin deydi. Shuning uchun futbol assotsiatsiyasiga o'tdik. Mana shu sharoitlar ham o'sha futbol assotsiatsiyasiga o'tganimizdan keyin bo'ldi. Undan oldin ham yomon bo'lmagan, lekin binosi eski bo'lgan. Hozirgi kunda mana sharoitlarga 2021-yil ishlab boshlanib, 2022-yil shu holat keltirildi. Bu yerdagi jarayonlardan ko'rishimiz mumkinki, aynan har bir guruhga alohida mana shunday yechinib kiyinish xonalari taqdim etilgan va albatta murabbiylar nazorati ostida bo'ladi. Albatta.
Endi bu juda ham qulay, sabab mana ko'rayotganingizdek, oyoq kiyimini o'zi nechta. Endi agar bitta yechinish xonasida 2-3 guruh foydalanadigan bo'lsa, bu undan ham ko'payib ketadi yoki shu o'quvchilar o'zi bilan ko'tarib yurishga majbur bo'ladi hamma kiyimini. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun har bitta yosh toifa guruhida o'zining alohida yechinish xonasi bor. Ular o'sha mashg'ulotda kiygan kiyimini shu yerda qoldirib nima qilib keturishadi. Endi murabbiyning nazorati doimo bo'lishi kerak, chunki tabiiy narsa bu shu butsi, krossovkalar getrida terlashadi, baribir bu yerda noxush hidlar nimalar, shuning uchun murabbiyning nazoratida albatta bu bolalarni o'zi yuvib, nima qilib, shu 3-qavatda alohida maxsus xona bor. O'sha bolalar kiyimini, iflos bo'lgan kiyimini yuvishga, quritishga hamma sharoitlar bor. O'sha kir yuvish mashinalari ham qo'yilgan. O'ta ham nazorat qiladigan odam bor, lekin bolalar o'zi yuvib, o'zini shaxsiy gigiyenasini o'zi nazorat qiladi. O'sha murabbiylar qo'l ostida. Albatta. Futbol o'zi aslida tartib intizomni xush ko'radigan sport hisoblanadi. Tartib intizomga amal qilinmasa, bir jamoada to'p surish oson bo'lmaydi. Albatta bu turgan maydonimiz mana shu hududdagi eng katta maydon hisoblanadi. Hamma rasmiy o'yinlar mana shu maydonda o'tkazamiz. Hamma standartlarga to'g'ri keladi. Mana bu yuqorida o'yinda ishtirok etayotgan ikkita jamoa uchun xonasi bor va to'liq jihozlangan. Hojatxona, dushxonalari, yuvinish xonalari bilan. Tepada mana o'yinlarni syomka qilish uchun ham balkon bor. Rasmiy mehmonlarga. Demak, bir necha o'yinlarga mezbonlik qila olish imkoniyati ham to'liq taqdim etilgan ekan. Bu bizning akademiya tarbiyalanuvchilari O'zbekiston U19 chempionatida ikkita jamoa bilan ishtirok etishadi, birinchi liga jamoasi bilan ishtirok etishadi. Hamma rasmiy yo'lda mana shu maydonda o'tkaziladi. Maydon hajmi qancha? Maydon hajmi 65 ga 105. 65 ga 105 va sun'iy qoplamadagi maydon hisoblanadi. Bu sun'iy qoplamali. Mana yonimizda tabiiy maydon, u mashg'ulotlar uchun. Lekin u yerda ham o'yin o'tkazsa bo'ladi. U maydon hajmi 45 ga 90. Davron aka, o'zi aslida o'yinni o'tkazish uchun sun'iy qoplama ma'qulroqmi yoki tabiiy maydondagi qoplamami? Endi unisining ham qulayligi bor. Endi albatta tabiiy maydon yaxshi hisoblanadi va xalqaro o'yinlarda sun'iy maydonda ruxsat etilmaydi. Bizning o'zimizni Superliga, Pro ligalari ham hammasi tabiiy maydonda o'tkazishadi o'yinlarni. Va mana shu maydonni hududini toza saqlab turish uchun ham menimcha bu yerda mutaxassislar faoliyat ko'rsatishadi. Albatta. Chunki sun'iy qoplamani bir me'yorda saqlashni ham o'ziga yarasha bir qiyinchiliklari bor. Toshlar deymiz, ichidagi rezina qoplamalarning chiqishlari deymiz, to'g'rimi? Shunaqa bunga ham albatta o'z vaqtida qarash kerak. Ko'proq chidab berish uchun ham vaqtida tarab turish kerak. Vaqtida o'sha kerakli gramlarni kamayib ketsa, sepib turish kerak. Va darvozalarni ko'ryapmiz. Darvozalar ham o'sha standart o'lchamlarga mos tarzda, xalqaro standartlarga javob bera oladigan tarzda. Chempionat o'yinlar mavsumi boshlanishdan oldin kelib mutaxassislar maydonni qabul qilib olish kerak. Qabul qilib olishda hamma narsaga e'tibor beriladi. O'sha darvozalarni hajmi to'g'ri keladimi, qoplamalar yaroqsiz holga kelgan joylari albatta ta'mirdan chiqaziladi. Keyinchalik уже musobaqalarga ruxsat beriladi o'ynashga. Va eng muhimi hozir ko'ryapmizki, o'sha kunni qorong'i qismida ham o'sha yoritish moslamalarining mavjudligi. Albatta, endi hozir bu sun'iy qoplamada bunaqa jaziramada mashg'ulot o'tish ham, o'yin o'tkazish ham juda mushkul. Va xavfsizlik jihatdan ham maydon harakat qilgani sog'lig'i saqlanib qolish maqsadida ham ko'proq kech payt o'tkaziladi o'yinlar, ozgina salqin tushganda. O'shanda mana shu darajada hammasi soz holda yoritilish tizimi ishlaydi. Albatta. Ko'ryapmizki, hozir mana bu yerda o'sha o'tirish o'rindiqlari va albatta o'sha tomoshabinlar uchun mo'ljallangan o'tirish o'rindiqlari. Ustki qavati qoplangan. Yog'ingarchilik boshlanib qolsa agar bu yerda tomoshabinlar uchun qulayliklar bor. Tanasi bor. Yomg'ir, qorda ham bemalol tomosha qilishadi. Bu yerda siz ko'rsatgan o'rindiqlar bu ikkita jamoa uchun mo'ljallangan, mezbon jamoalar uchun.
o'ylab o'tkazishga hamma sharoitlar bor. Albatta, qadrli tomoshabinlar, albatta mana shu maydonda to'p surishni istamagan futbol ishqibozi bo'lmasa kerak. Shunaqa. Hech bo'lmaganda mana shu o'tirish o'rindiqlaridan joy olib, mana shunday o'yinlarni tomosha qilish imkoni ham mavjud ekanligini eslatib o'tamiz. Demak, hozir mana shu hudud aynan yana bir zal ekan, katta hajmdagi. Ha, shunaqa. Bu yoqda ko'rganingizda kichkina sport zali. Bu yoqda endi katta sport zali, bu yerda hamma qulayliklar bor, yechinish xonalari ham. Mana katta sport zal hududiga ham kirib keldik. Bu yerda ham hamma sharoitlar bor. Mana bu yerda birinchi yechinish xonasi, bu ham o'sha yuvinish xona, hojatxona bilan ta'mirlangan. Bu yoq ikkinchi yechinish xona, bu yoq marhamat. Katta sport zalimiz. Juda ham katta ekan, hajmi. Ha, bu yerda o'sha mini futbolga, kichkina futbolga moslashtirilgan sport zal. Kengina ekan haqiqatan. Bu yerda menimcha aynan yopiq turdagi qandaydir bir musobaqalar ham o'tkaziladi. Albatta, ayniqsa qish mavsumida shu o'quvchilarning qishki ta'tilini mazmunli bir yaratish maqsadida mini futbol bo'yicha har yili shu yanvar oyida maktab ta'til bo'lgan paytda shu musobaqa o'tkazamiz. U ham bolalarning vaqtini band qilish, ham o'zimiz uchun seleksiya uchun. Kichkina o'sha 10-11 yashar bolalarni taklif qilamiz, yon atrofdagi maktablar shular musobaqa o'tkazib, shular ichida ko'zi ko'ringan bolalarni o'sha paytda sekin inobatga olib qo'yamiz. Keyinchalik shu yoqqa taklif qilish uchun akademiyaga. Tanish kerakki, bugungi kunda haqiqatan ham bolalar orasida futbolga qiziqayotganlarning soni ortayapti. Avvalgi nisbatan. Shunaqa. To'g'rimi? Shunaqa. Endi bunga sababchi albatta o'zbek futboli yutuqlari. Mana xabaringiz bor, birinchi marta olimpiada final qismida ham ishtirok etdik, olimpiadaga chiqdik. Mana hozir yoshlarimiz ajoyib natija ko'rsatishdi. Xudo xolasa, mana 5-iyunda yana bir jiddiy o'yin kutib turibdi. Bizning milliy terma jamoani bu yil yana o'ylaymanki, shu jahon chempionatiga chiqqanimizni nishonlaymiz, xudo xolasa. Bu hammasi shu yoshlarni shu futbolga jalb qilishga juda katta rol o'ynayapti. Hammasi qiziqib. Sport bu yaxshi bir jihatki, aynan insonni o'zini iqtidorini oshirishga, namoyon qilishga imkon bera oladi. Ayniqsa agarda bu futbolda bo'lsa, to'g'rimi? Bir vaqtning o'zida jamoa bo'lib to'p surishda, u nafaqat bir-birini tez orada anglab taktikalarni qo'llab harakatlanishi, balkim o'sha aytayotganingizdek o'zimizni yurtimiz sharafini himoya qila olishdek bir burchni va mas'uliyatni his etish kerak. O'zi umuman sport, jamoaviy sport turlari yoshlarda ko'p narsani rivojlaydi. U bir-biriga bo'lgan munosabati, yelkadosh bo'lishi, kerak paytda bir-biriga yordam berishi, maydonda xuddi shunaqa narsada. Bitta o'yinchini qanaqadir bir yo'l qo'ygan xatosini boshqa o'yinchi to'g'rilab ketish kerak. Shuning uchun yoshlarda juda foydali, ko'p hislatlarni rivojlaydigan sport turida bu. Futbol va jamoaviy o'yinlar. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Kulgili hikoya. Au! Bu nima edi? Yerliklar yana futbol o'ynashyapti va ulardan biri Red Bull ichdi. Red Bull qanotlantiradi. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Farhod aka, albatta hozir to'pni ko'ryapmiz, sizni ko'ryapmiz. Anchadan beri mana shunday tabiiy maydonlarda to'p surmagansiz, lekin bugungi kunda juda ham katta masshtabdagi futbol akademiyasiga rahbarlik qilyapsiz. O'sha siz dastlab o'z faoliyatingizni boshlagan davrdan buyon hozirgacha bo'lgan vaqt oralig'ida albatta turli bir yo'nalishlarda, ya'ni faqat futbol sohasida albatta turli bir yo'nalishlarda faoliyat olib bordingiz, lekin rahbarlik bugun qanday ekan? Shuncha bolani tarbiyalash uchun qanday mas'uliyat bor ekan rahbarlikda? Assalomu alaykum. Rahbar bo'lish juda ham og'ir ish ekan. Juda ham
nima desam bo'ladi, mas'uliyatli juda ham. Biz bolalar bilan ishlaymiz, bu juda ham mas'uliyat kuchli-da. O'shaning uchun shu mas'uliyatni his qilgan holda ishlayapman, lekin o'zim sport shkolada ishlaganman, o'zim akademiya ochganman futbol bo'yicha. O'tdigi bilan bu o'tdigi juda ham farq katta ekan. Hozirgi sharoitlarni ko'rib bizning bolalarimizga havosim kelyapti. Nimaga biz o'ynab yurganimizda bunaqa tabiiy maydon, sun'iy maydonlar bo'lmagan. Hozir shunaqa sharoitlar yurtboshimiz bolalarimizga yaratib berishda juda ham bundan xursandman. Men o'ylashimcha yaqin orada bizani bolalarimiz chet el oliy ligalarida o'ynaydi. Ishonchim komil 100% unga. Xudo xolasa bizani bolalarimiz hozirgi sharoitdan umumiy foydalanib juda ham yaxshi natijalar ko'rsatishadi. Ozgina vaqt kerak. Men o'ylashimcha hammasi zo'r bo'ladi. Futbolchidan talab qilinadigan birinchi narsa aynan to'p surish bilan birgalikda fikrlashni ham bir me'yorda olib borish, to'g'rimi? Hozir misol uchun biz siz bilan suhbatlashyapmiz va albatta to'pni bir-birimizga oshirib, imkon qadar o'tkazib yubormaslikka harakat qilamiz. Iqtidorli bolalar ko'p bugungi kunda aynan bizni mamlakatimizda. Tan olishimiz kerak, ancha rivoj topayapti futbol sporti. Hozir mana yaqinda Osiyo chempioni bo'lib keldik. 17 jamoamiz juda ham mashaqqatli, juda ham kuchli jamoaga qarshi o'ynashdi Saudiyada. 9 kishi bo'lib o'ynashdi. Bu nimani natijasi? Bu bizning bolalarimizni haqiqatan ruhan tayyorligi, bizning murabbiylar ham shu bolalarni tayyorlab shu finalga olib borgani bizning bolalarimizga juda ham katta kuch berdi. Bu unaqasi bo'lmagan hali. 9 kishi bo'lib 2-0 Saudiya Arabistoni o'zini uyida yutishdi. Bu nima desam bo'ladi? Bu juda ham biz iftixor qilib faxrlana oladigan jihat. To'g'ri aytasiz. Bu juda ham bizni faxrlansak bo'ladi. Shunchalik bizning yoshlarimiz shunaqa natija ko'rsatyapti. Bizning ozgina bo'lsa hissamiz bo'lsa, biz bundan ham xursand bo'lamiz. Bundan ham ko'p harakat qilamiz. Bundan ham yaxshi sportchilar, sport futbolistlar, не только futbolistlar, odamgarchilik sifatida odam o'zini sportsmen bu birinchi o'rinda disiplina. O'shaning uchun o'shani ham to'g'ri yo'lga qo'ysak, bizning yoshlarimiz hali Osiyoni emas, butun Yevropani qaqshatishadi. Titratadi, xudo xolasa. Yosh avlodimiz juda ham kuchli. Zaxirasi bor, kuchi bor, aqli bor, hamma sharoiti bor. Men o'ylashimcha bularning oldida faqat shu mehnat qilib, chiroyli o'yin ko'rsatib, O'zbekistonimiz yorug' yuzlar bilan jahon chempionatlariga chiqib, faxrli o'rinlarni olib yurishadi. Albatta. Biz ham bunga umid qilamiz. Hozir aytdilarki, aynan futbolchilarda birinchi navbatda o'sha tartib, intizom dedilar. Haqiqatan ham hozir hattoki biz kuzatyapmiz. Ko'p yillik futbolchi bo'lishlari mana shu yerda namoyon bo'lyapti, chunki ikkita qo'llari orqa qismda. Kattagina bayram musobaqalarida ham bir qator tizilib turganda aynan futbolchilar mana shu tartibda turishadi o'zi aslida. Bu narsalar ham o'rgatiladi, to'g'rimi? Shunaqa bu yoshlikdan tartib, mana shu maydonga chiqish, har bitta murabbiy mana shu yoshlarimiizga to'g'ri turishni ham o'rgatadi. Nimaga deganda bir xil endi yoshlikda bo'lganda bittasi maykasini ko'tarib oladi. Unaqa narsani ham endi bizani murabbiylar shuni tushuntirib o'tish kerak. To'g'ri turadi, kattalayotganda qo'lini ko'ksiga qo'yib, bizani murabbiylar shuni aytib o'tadi har doim. Albatta. 15 yil davomida aynan Paxtakor terma jamoasida to'p surganlar, bir o'zlari emas, balki yana 2 nafar oila a'zolari, akalar bilan ham. Undan so'nggisi aynan faoliyatingiz boshqa davlatlarda ham bo'ldi, to'g'rimi? Shunaqa Xitoy davlatida o'ynaganman, Tianjin Teda degan jamoada o'ynaganman. Undan keyin Xitoydan keyin yana O'zbekistonga qaytganman. Yana 1 yil Paxtakorda o'ynab, keyin Malayziya klubiga o'tganman. Malayziya jamoasida o'ynaganman, Qozog'istonda o'ynaganman, Eron jamoasida borib o'ynaganman. Endi eng esda qoladigani shu, baribir chet elda o'ynaganingizda yaqinlaringiz bo'lmasdi-da, juda ham qiyin bo'lardi. O'shaning uchun esda qoladigani juda Malayziya bo'lgan. Nimaga deganda u yerda mani begina qilmasdan, o'zini anaqasi bag'riga bosib juda iliq kutib olishgan. Juda ham yaxshi taassurotlar qolgan. Bizning yoshlarimizga endi biz ko'rgan narsani
endi to'g'ri yetkazib berishimiz kerak. O'shanga hozir bugundan boshlab mana Toshkent shahar futbol akademiyasida ish faoliyatini olib boryapman. O'shanga bor tajribani shu yosh bolalarimizga yetkazib berish harakatidasiz. Harakatida biz chin ma'noda ayta olamizki, bugungi kunda ham mana qahramonimiz hozir suhbat davomida aytayotganlaridek, ular faoliyat yuritgan jarayonda ham aynan O'zbekiston nafaqat O'zbekiston uchun futbolchilarni, balki butun dunyo uchun malakali futbolchilarni yetishtirib chiqaradigan bir makon hisoblanadi, to'g'rimi? To'g'ri. Shu biz ham birinchi o'chish, birinchi maqsadimiz shu O'zbekiston terma jamoasiga bolalarni yetkazib berish, lekin baribir O'zbekiston terma jamoasiga yetkazib berib, lekin bolalarimiz chet elda o'ynasa bizga juda ham yaxshi tajriba bo'ladi. Sborniyimizga ham ancha kuch bo'ladi bu. Chetda o'ynagani bari boshqa. O'shanga biz shu bolalarni shu Yevropa darajasiga olib bormoqchimiz. Shunday harakat qilyapmiz. O'zi mana murabbiylarimiz ham hammasi futbol o'ynagan, chet ellarni hamma chet el jamoalarda, Yevropalarda o'ynagan bolalarni olib kelganmiz. O'zimiz bilan birga o'ynagan. O'shanga o'sha bor tajribamizni shu bolalarga yetkazib, shu chet elga, Yevropa klublariga tayyorlab olib borish maqsadimiz. Shaxsan o'zingiz albatta shunday o'yinchilar bo'ladiki, ba'zilarini o'ng oyoq zarbalari kuchliroq bo'ladi, ba'zilariniki esa chap oyoq zarbalari. Sizda qanaqa? Yoshlikda endi o'zi unaqa bo'lganman. Lekin yoshlikda shu o'ng oyog'imdan jarohat olganimdan keyin chap oyoqda o'ynashni boshlaganman. Hozir ikkala oyog'im bilan bir xil tepib bera olaman. Tepib yetkazib bera olaman, ko'rsatib bera olaman. Yaxshi tarafdan futbolist ikkala oyoqda tepsa, bu juda ham katta plus deb o'ylayman. Nimaga deganda, bitta oyoqli futbolist endi shu bitta Lionel Messi bo'ladi. Ikkala oyoqda o'ynasa baribir boshqacha kuch ko'proq bo'ladi. Har xil vaziyat bo'lib qoladi. O'shanga tayyor bo'lish uchun ikkala oyoq ishlasa to'g'ri bo'ladi. Biz bejiz bu savolni bermadik, sababi hozir aynan sizdan bir o'ziga xos bo'lgan tryuklarni namoyish etishni so'rasak, menimcha yodlasangiz kerak. Endi o'sha unaqa texnik futbolist bo'lmaganman, tryuklarni endi unaqa ashaddiy anaqasi bo'lmaganman, lekin harakat qilaman. Men esa albatta kadrdan chetga o'tib turaman, qadrli tomoshabinlar. Demak, siz bilan aynan bizni qahramonimiz va to'pni yolg'iz qoldiraman. Qadrli tomoshabinlar, bugun ko'rsatuv davomida sizlarga imkon qadar Toshkent shahar futbol akademiyasi faoliyatini taqdim etishga harakat qildik. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar sizlarni befarq qoldirmadi. Tan olishimiz kerakki, haqiqatan ham bugungi kunda aynan poytaxtimiz Toshkent shahridagina emas, balki butun respublika bo'ylab aynan futbolni targ'iboti yuksak darajada bo'lyapti. Biz esa ko'rsatuvni mana shu nuqtada o'z yakuniga yetkazamiz va sizlar bilan Toshkent manzillarining keyingi sonida, keyingi yangi manzillarda uchrashguncha salomat bo'ling deb qolamiz.